Assalamu alaykum hammaga. Opa-singillar, aka-ukalar, YouTube kanaldagilar. Mana bu gullarim juda ham chiroyli, mayda barik chiqarib kelyapti. Atayman oldingi qurg'agan bariklarni olmayapman, shu ko'rsatish uchun mana barini olmayapman. Mana yangi bariklari bari mana chiqib kelyapti. Qator. Juda ham qalin bo'lib chiqadi bu. Mana teglarigacha her bir bariklarini qaranglar, mana her biri de mana gullaydi bular. Her biri mashalan bari gullaydi. Qanday chiqayotgan jarayonini ko'rsatib boryapman sizlarga mana. Bu biri de ham mana yangi bariklar. Polni shoxlari mana gulga g'unchaga ketadi bari mana. Mana o'zimolarim ancha o'sib qoldi. Buni aptada turganimiz sababiga mana bular ham o'rtalardan mana aralardan hammasi har bir bo'g'imidan chiqarib kelyapti. Uchigacha mana. Mana bitta gulim ham mana har biri bo'g'imidan mana bari chiqib kelyapti, bari. Aralarda hammasi da var mana. Mana. Bariklari bari yangi chiqadi. Buni qurg'ab qoldi deb tashlavormanglar deganimiz sababi shu mana. Bari har birida mana. Opa chiqardimi bak u bu deb so'rayapsizlar, mana. Bariklari bari chiqyapti. Hammasida 100%. Mana. Juda ham chiroyli, qalin, g'uj mana. Bu gullaganda endi juda ham Xudo xolasiga deb gapiray, bararini bersin. Qo'yib boraman Xudo xolasiga hammasini. Video obzor qilib. Gullaganda juda ham dahshat gullaydi. Ne desanglar, yangi navda rosa ham ko'p. Har biri gullaydi buni.